Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman yor, yor. Manzil uzoq, otim oriq, yetolmayman yor, yor. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun uzoq manzilingizni yaqin qilib qo'yayotgan Yandex taksilari to'g'risida siz bilan gaplashamiz. Hurmatli azizlar, bu gaplar kimgadir yoqib tushishi mumkin, kimgadir umuman yoqmasligi mumkin. Kimgaki mana shu Yandex taksi chaqirib, poylab turib, ani o'zini fikrida, qarorida tura olmasdan Yandex taksi yetib kelishi bilan atmen qilib yuboradigan ani muttahamlarga yoqmasligi mumkin. Yana keyin taksini chaqirib o'tirib olib, shofirga qarab, chaksa bo'ladimi? Chaksa bo'ladi, ha? Chaksa bo'lmaydi. Chaksa bo'ladimi deb taksi chaqirib shu o'tirishi bilan chakkisi kelib qoladigan ani kashanda nima deydi, ani sigaretxo'r, ani o'zini o'zi zaharlab keyin pok deb yani yo'talib yuradigan mana shunaqa yo'talchilarga yoqmasligi aniq. Umuman bir hayron qolarli darajada-da. Mayli, xo'p, taksi chaqirding, rahmat. Manzilingga tezroq yetib olmoqchisan. Xo'p, pulini ham to'laysan, to'g'ri, to'laysan-da endi borgandan keyin. Yo, nimaga aynan Yandex taksi yetib kelgunga qadar emas, yo bo'lmasa tushgandan keyin emas, aynan o'tirishi bilan chakkisi kelib qoladi bularni. Nimaga? Chaksa bo'ladimi? Yo, bo'lmaydi, u go'sala, u chalasavod, u betarbiya, betofuq. Chaksa bo'lmaydi, bu shaxsiy hudud birinchidan. Nimaga? Chaksa o'zi umuman chakish mumkin emas. Odam o'zini o'zi zaharlaydi. Yon atrofidagi o'sha sigaret hidi borgan odamni ham o'sha hidlab u ham zaharlanadi. Nima uchun endi sen o'zingni ham boshqalarni ham zaharlashing kerak? Keyin bu hidi o'tirib qoladi uni. Sassiq tamakini hidi, tamaki u adikalon emas. Nimaga chiqib olib, misol uchun, qimmat duxuyim bor, mana shundan sef bo'lsa maylimi demaysizlar, oliftalar. Ha? Nimaga bo'lmasa, aka, shu cho'nchakda bir ikki pul ko'payib ketganda, ortiqcha bir ikki bor, shuni berib yuborsam maylimi demaysizlar. Nimaga, aka, agar manzilimga yaxshi yetkazib olib borib qo'ysangiz, mana yo'l kira 50 ming ko'rsatayotgan ekan, men sizga 150 ming beraman, akajonim. Ketdi demaysizlar. Chaksam maylimi? Chaksam bo'ladimi? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bu yana bir narsaga hayronman boru. To'g'ri, yo'lovchi transporti poyezdda, samolyotda, misol uchun ovqatlansa bo'ladi. O'zligi ovqat ham berishadi. U transport shunaqa, shunga moslashgan, mo'ljallangan. Lekin mashinani salonida ovqat yeb bo'lmaydi. U ochopat, aniq o'zini nafsini tiya olmaydigan yoki taksisi odam hisoblamaydigan ana xo'randalar, xo'randa deydimi, nima deydi unaqalarni? Именно shu taksiga o'tirgandan shu qorni ochib qoladi deb bechora. So'rasham yo'q, chunki so'ramaydi, bir tiyinga olmaydi-da, bir tiyinga olmaydi. Pulini to'lagandan keyin, xohlagan ishingni qilasan. Taksiga chiqib olib qizi bilan ham urushadi, taksiga chiqib olib ona bilan qiz qaynonasini ham g'iybat qiladi, taksiga chiqib olib ani fond qilib telefon ham qiladi. Alyo, qaralaring, nima qilyapsanlar? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Menichi dadalingni chiqalaman, nima qilib qo'ymaysanlar? Mana shu o'zini o'zi ko'rsatish kerak. Nimaga именно shu taksiga chiqib olib? Shunisiga tushunmayman. Taksiga chiqqandan keyinchi u to'layotgan pulingiz 25% ketadi shundan. Nalog, Yandex, Mandex, bir balo foizlar, komissiya shu ketadi hammasi. Qolgani qoladi. Undan keyin ham benzin, u bu rasxod qolsa shu 4 ming yo 5 ming puling qoladi. Nomard. Shu qolayotgan pulingga endi sen nima xohlasang shuni qilib ketishing kerak mana. O qorning ochib qolsa ovqat yeb, chakking kelib qolsa chak yeb, ha?
haligi muzikadan qo'yvoring deb sidenalar qas-qus yotqizib olib yotib ketsa bo'ladimi deb yotib olib xohlagan ishingni bitta shu qilmaganing chuldullatib bunaqa qilmaganing qoldi. Shuni ham qilasanlar lekin senga o'xshaganlar. Ya'ni imенно o'shanaqalar, lekin yaxshi mijozlar ham bor. Bor bo'lsa bor, haqiqatan ham. 100 tadan bitta bo'lsa ham bor. Oke. Endi ular haqiqatda jentelmen odamlar bor shunaqa. Brat necha pul bo'libdi? 40 ming bo'libdi. Ana 50 ming olib qo'yavering. Qaytimi kerak emas, men roziman. Tushib ketadi. Bu boshqa narsa. Bu mutlaqo boshqa narsa. Shuni hech qachon esdan chiqarmang. Siz chaqirdingiz taksini. Shu manzilingizga sizni sog' omon, siz tishlab g'ajib, yeb tashlamaydi, yo bo'lmasa sizni urib, so'kib olib bormaydi. Sog' omon shuni butkul bezni olib borib qo'yadi. Siz o'sha mashinasida o'tirib, o'zingiz oyog'ingiz bilan emas, shu mashinada yetib olganingiz uchun pul to'laysiz. Pul to'layapman deb endi xohlagan ishingizni qila olmaysiz. Unga haqqingiz ham yo'q, huquqingiz ham yo'q. O'tirdingizmi, chaqirdingizmi? Butkul bezni mana bunaqa bo'lib ketish kerak. Butkul bezni. Bundoq degani arablarda misol uchun bu sabr degani ekan. Bizda bundoq qilib o'tirdik, bu ham shu sabr degani. Chiqqandan keyin shu sabr qilinglar. Sizga o'xshagan odam, taksi haydaydigan odam. Buni ham tirikchiligi bor, buni ham rasxoti bor. Xuddi sizga o'xshagan odam. Sizni shoxingiz yo'q, yo ko'zingiz 3 ta emas, yo qulog'ingiz 4 ta emas, yo og'zingiz 2 ta emas, oyog'ingiz 8 ta emas, yuragingiz ham 2 ta emas, bitta. Bo'ldi, bir xil odamsizlar. Shuning uchun har doim o'zingizni bilib, og'irroq bo'lib,